Bugun bir o'q bilan 2 quyonni uramiz. Bir xil nachinka bitta xamir bilan 2 xil narsa pishiramiz. Kattaroq idishga 2 stakan qaynoq suv, 200 gram margarin, tuz, 1 stakan sut, dro'jja solib, yumshoq xamir bo'lguncha un solamiz. Qo'lga yopishmaydigan bo'lishi kerak xamirimiz. Xamirimiz ustini yopib, suv joyiga olib qo'yamiz. Xamirimiz tayyor bo'lguncha biz nachinkamizni tayyorlab olamiz. Bizga 5-6 dona piyoz, karam, qiyma kerak bo'ladi. Qiymani men moroziniyada mana shunaqa bo'laklarga bo'lib paketda saqlayman. Kerak paytda xohlagancha olib ishlatish mumkin. Qozonga ozgina yog' solib, piyozlarimizni ozgina qovurib olamiz. Ustidan qiymalarimizni solib, 2-3 minutga qozon qopqog'ini yopib qo'yamiz. Qiymani muzlari erib yumshab qoladi. Urib yaxshilab qovuramiz, bir-biriga yopishib qolmasligi uchun. Yaxshilab qovurganimizdan keyin 1 qoshiq tuz, murch solib, yana ozgina qovuramiz. Qovurilgan qiymani ustiga karamimizni solib, bitta aralashtirib, qopqog'ini yopib olib qo'yamiz. Nachinkamiz tayyor. Karamni qovurib o'tirmaymiz, chunki karam sveji bo'lgani uchun ham yana duxovkada yana pishiramiz. Vitaminlarini yo'qotmasdan sochniy bo'lib chiqadi shunda. Xamirimiz ham tayyor bo'ldi. Xamirimizni kichkina zolachalarga bo'lib olamiz. O'zimizga kerakli miqdorda. Hamma zolachalarni bo'lib chiqqanimizdan keyin ustini yopib, yana 10 minutga olib qo'yamiz. Shunda yaxshi tinib, yaxshi yoyiladi. Tingan zolachalarimizni xohlasak qo'lda, xohlasak uxlovchada yoyib chiqamiz. O'rtacha qalinlikda bo'lishi kerak, yuqa ham bo'lishi kerak emas, bo'lmasa duxovkada pishirganda qattiqroq bo'lib qoladi xamiri. Hammasini uchlarini yaxshilab yopib, ustidan tuxum surib, duxovkaga qo'yamiz. 200 gradusga usti qizarguncha, usti qizargandan keyin listimizni almashtiramiz. Buni hozir bu pirojki, buni yuqaroq qilib yoyamiz xamirini, chunki yog'da pishadi. Xamir pishmay qolishi mumkin. Yuqaroq qilib yoyib, bukib, chetlarini vilka bilan yana ham yaxshiroq qilib bukib chiqamiz, yog'ga tushganda ochilib ketmasligi uchun. Duxovkamiz mana usti qizarib chiqdi. Endi buni almashtiramiz. Shunda tegi ham, usti ham bir xilda qizarib pishib chiqadi. Duxovkadagi pirojki tayyor bo'lguncha bu yoqda yog'ni qizdirib, pirojkilarimizni ikkala tarafini ham qizartirib qovurib olamiz. O'rta olovda, baland ham, past ham bo'lishi kerak emas. Baland bo'lsa, usti tez qizarib, xamiri pishmay qolishi mumkin. Past olovda pirojkilar o'ziga yog'i shimib oladi. Mana pirojkilarimiz ham tayyor bo'ldi. Xamirlari yumshoq, to'mboq, ichlari sochniy bo'lib chiqadi. Achcho'lar bilan mazza qilib yeb olsanglar bo'ladi.